Hop. Tashab ketgan bizga. Klient razmeri. Ha, 273 ga 85 85 120. Endi nima romni ko'ring. Chiqmayapti-yu, o'zi qara 85 85 170. Ha? 120 ni qo'shsa 290. 290. Endi vali tepa. Endi mana bolalar yasashgan ekan mana. Arkadaşlar, kalla sizdan qolyapti. Klientlar ursan deb qolyapti. O't ushab qo'y, o't ushab qo'y. Endi unday olib qolyapti, eshikni. Ha. Mana eshikday 120, tepasi 110. Mana 85. 85 tepasi. Endi bolalar ham shunaqa qilib yasashgan. Endi hayronman endi. Bu egasi rosakam kapalay holaganmi bu pasti keng tepasi top qilib. Mana tashqaridan. Mana tashqarida mana yarim santimetr kam yasashibdi. Endi bu tomonimiz mana bu tomon endi mana 85 dan tashlasa, xudo xolasa mana 104. endi 120 miz mayli turib. Bu nima degan hol? Kallarga Klientning gapiga kirsak, eshik chiqmayapti. Eshik to'g'ri qilsak, klientning gapi to'g'ri kelmayapti, razmeriga chiqmayapti. Nima maslahat berasizlar endi? Ha. Mana bu yog'i mana endi o'lchaymiz. Necha? 82 yarim. Mana bu yog'i mana 282 yarim. 10 santimetr ma'qul. Klient gapiga kiraylikmi, eshik to'g'ri yasaylik.